Eng sara videolar Yazyon 24 kanalida. Videolarni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosish esdan chiqmasin. Ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa. O'shana hayron bo'lyapman. Son bo'ylab barcha tumanlarga dastlabgamiz mutlaq bepul narxi 200 ming so'm, 5 tadan 10 ta razmeri bor, katta kichik bo'ladi. Ichida rezinkasi bor, temirdan bor. Men yeganman-da tekidan. Videosi Yazyon 24 kanalida. Qat tepmaydi. Molda aka. Obuna tugmasini bosib qo'yinglar, video qolmasligi uchun. To'liq videosi Yazyon 24 kanalida. Yo'qqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar, bu keng tarqalishi uchun videoni. Angus siz Angus videolarni. Angus siz Angus gallan hashakisiz hashakili bo'yin sog'man. 12 ta viloyat tumanlariga, shaharlariga, rayonlariga, sentrlariga dastavkasi ichida bo'ladi. 200 ming so'm, 200 ming so'm bo'ldi. Boshqa yo'l kira, boshqa narsa to'lanmaydi. 200 ming so'm bilan qo'lingizga tegadi antibir xudo xolasa. Ichkaridagi xunajimmi yo nima? Dadam o'zlamaydi akajon. Eng kichkinasi xunajinga, eng kattasi gallan semental cho'radi. Bu razmeri katta kichik bo'laveradi, knopkasi bor. O'ng tarafda 5 ta, chap tarafda 5 ta razmeri bor, katta kichik bo'ladi. Eng kichkinasi hashakiga tushadi, eng kattasi gallanga tushadi. Garantiyali antibiri, ichida rezinkasi bor, egilmaydi, bukilmaydi, qiyshaymaydi. O'zi chalta yaxshi. Bundan ortiq dur endi kaltaliga. Ma'lum o'ta chars degan odamlar xuddi shunday qilib baylanglar, o'ta kalta qilib baylanglar, bol shunday tek turib beradi. Oyog'ini ko'tara olmay qolasiz shu. Paqirda olib qo'ying. Paqirda olib qo'ying. Abba kerak aka. Hech. Qo'ying, tas qo'ymay qo'yavering-da, qo'ymay qo'ying-da. Bundan battar qiynala qildingiz. Qo'ying, qo'ymasa qo'yavering. Qo'ying, tas. Qo'yavering. Ana bo'ldi ana. Chikot to'p qopda yo yaxshimi? Chikotta ham bo'laveramiz. Tuni berilibdi. Ana. Qo'ying-chi endi. Ani Ne? ko'raylik. So'g'asi. Bir yuvosh. Sen o'zi suti ham yo'q-ku, endi Gigiyena haqida kimdir yozib olishi mumkin. Bitta maqsad faqat molni o'rgatish xolos. E'tibor beringlar, o'ta kalta qilib baylangan. Kerak bo'lsa tumshug'idan baylab qo'yinglar, o'sha aylantirib. Molni o'ng tarafida to'siq bo'lsa zo'r turadi mol, tez turadi. yo'q, hali prosta bir qat qotib sal nima qilib olinglar deb soladi. Sal nuradan chiqdi. Yaxshi chiqyapti o'zi. Suti yo'q-da, suti yo'q. Deb aytaylik, to'p qo'ying, so'ykan. Palaganni oldingizmi? Ha, boshidan beri to'xtatganimda. Ay, tasdingchi oyog'ini to'g'ri qo'ying, yaxshi o'ynayapti. Paqirni yerga qo'ying. Oyog'ini ko'tara olmaydi unda. Ko'tarolmaydi. Yo'q, birinchisiga endi qo'rqitdi-da mol. Nimaligini bilmadi, so'yapti o'yladi shekilli-da. So'asimi mol? Uy so'asimi? So'g'ishi o'rgatadi deyapsiz buni. Ya siz soqqansiz buni demoqchi. Soqqanmi? Bitta so'g'ib yurishim olsam? Suti yo'q-da. Suti yo'q-da hozir buni. Yo'q, bolasi yo'q. Men ham buni bildim turibdi. Ushlab turing, yo, bunaqa deyapti. O'zingiz oling-da. Buni ko'tara olmaydi og'ini. Buni Nariga ishlayveradi-da, o'shanga bir trash kerak buni. ha ketmaydimi? Yo'q. Qilmaylardi bu. Mashina bunday kerakmi? Umma yo'qda, shu bo'lganda. Bolasi yo'q, bolasi qarab. Ichini tuzolmaydi. Ama suti ham bor ekan. Bu mashina qo'yaveraman mashina qilib. O'zi razmermi hozir? Bitta qo'yasiz bo'ldi. Hali uzun qilib baylab qo'ying, hali boshqa qilib baylab qo'ying. Mana bu oyog'i ko'tarilmaydi. Qo'yib oladi. Buni uzunligidan ham qo'yib oladi, kaldaligidan ham o'zi. Yo'q, arqadan endi farqi yo'q demoqchiman-da, yo, aytayman olasiz.
Bu oyog'i g'alati qo'yar ekanda. Buni tepalmaydimi xullas bu tomondan? Ha, tepalmaydi. Bu tomondan ham tepalmasa kerak hozir. Qani, Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa, nahotki men shu narsa uchun dunyoga kelgan bo'lsam, qani haqiqat, qani? o'zini qiymayapti-da bu. Bo'lmasa bu yuvosh bu. Siz yuvosh deganingiz bo'lmasam tumshug'i bor-ku. Tumshug'i bilan baylab qo'yardim, aylantirib. Arg'amchi uzun ekan-a. Yuvosh bu. Shu baylab qo'yardim. Qilt aytmay turadi, zato mazax so'g'asiz. Turishni qarang. Oyog'ini keng qilib ochib oldi. O'sha men hayron bo'lyapman. Nima tepalmaydi? Mana shu molni baylashda xuddi shunday qilib mana baylash kerak shoxini. Tirab qo'yish kerak. Kerak bo'lsa shu tumshug'idan baylab qo'yish kerak. Tumshug'idan baylab turib, shuni antivrit qo'yib sog'ilaveradi mana. Ha, yilni qiynab. Ha, tortib ko'ringchi. Nima qilarga? Ha, yilni mana uzun qilib tortib qiynab mana sog'yapti aka. Osti yo'q ichida-yu. Mana indamay turibdi mana shu mol. Hop, pitirchilik ham bor mana. Ichida suti yo'q, sog'yapti mana aka. Tortib.